Tamerlan Legal Group taqdim etadi. Ay bilish, shu o'zi ortiqcha shu arenda vaqtida millat. Aka, nima qildingiz? Hamma yoqda rasvo qilibsiz-ku. Gayga telefon qilaman. Ya gay chaqirmay aka, hozir o'zimiz kelishamiz aka. Hozir men telefon qilay. Alo. O'rta yaxshimisiz? O'rta hozir lakasda tashlayman, o'rta tez kelmasiz bo'lmaydi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik o'rta, tez keling o'rta. Ish bor. Ha o'rta, ishlar yaxshimi? Charchamayapsan? Tuymisan? Nimaga? Mashina urib oldim o'rta. Hali mashina egasi gay chaqiramiz deyapti. O'shanga hozir o'zimiz kelishamiz dedim-ku. Mas basmisan ishqilib? Mas. 40 minglik sug'urtang bor, ha? Bor. Ha, bo'ldi, bo'lmasa hozir hal qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tuymisiz? Aka, bitta masala, holat tezroq bitirishni yo'li Yevroprotokol degan narsa bor-da. Aha. Agar siz e'tiroz qilmasangiz, shuni rasmiylashtirib, bu akaga ham oson bo'ladi. O'sha Yevroprotokol orqali o'sha zararingizni qoplab berishadi aka, masalasi yo'q. Zarar qoplansa tezroq qutulsa bo'ldi aka. Bo'ldi, holatni bitta rasmga olaylik-da, keyin mashinani chekkaga yopib qo'yib, qolgan holatni rasmiylashtirib olaveramiz aka. Aha. Aka, Yevroprotokol degan narsa aka, huquqbuzarlik sodir etilganda o'sha bir tomon taraf o'zini aybini tan oladigan holatda mas bo'lmasa, shu bundan tashqari yo'l transport hodisasi natijasida hech kim tan jarohati olmasa, mana shu hujjat rasmiylashtirib sug'urtadan 14 million so'mgacha pul olsa bo'ladi aka. Mana shu holatni hozir ixtiyoriy rasmiylashtirsak, o'sha 14 million bu akadan pul sug'urtasidan pul olib, sizga o'sha zararingizni qoplab berishadi. Keling aka, holatni rasmiylashtirib bo'lmasa, Yevroprotokolni rasmiylashtirishda o'ziga yarasha tartib qoidasi bor. Birinchi navbatda transport vositalari yo'l transport hodisasi ro'y bergan vaqt o'zida qo'zg'atmagan holatda fototasvirga olinishi kerak. Bundan tashqari yo'l transport hodisasi natijasida hech kim tan jarohati olmagan bo'lishi kerak. Keyingi holat yo'l transport hodisasida ishtirok etgan haydovchilar mast holatda bo'lmasligi kerak. Aynan sizda mana shu kabi holatlar bo'lgan taqdirda aynan bizni advokatlik firmamizga murojaat qilishingiz mumkin. Faqat buni bitta sharti, yo'l transport hodisasi ro'y bergan vaqtning o'zida aloqaga chiqsalar, biz holatni borib rasmiylashtirib beramiz. Aynan shu kabi xizmat bo'yicha bizni quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Tamerlan Legal Group sizning ishonchli hamkoringiz.